Hozir mana shu istoramga ham u bu qanaqa обиженный qaynonachalik kelib gapirishi mumkin. Естественно, men shuncha yil o'g'il o'stirganman, o'g'il katta qilganman. Kelin bo'lib kelgandan keyin tiz cho'kadi-da, xizmatimni qiladi deydi. Biz nima o'stirganmiz? Biz xizmatkor o'stirganmizmi u bu qanaqa? Yo'q, u bu qanaqa anaqa apparatchi o'stirganmizmi? O'g'lingiz o'zini qondirish uchun? Qiz odam emasmi? Xo'p, sizni o'g'il ota-onasiga tiz cho'karkan, qiz ota-onasiga kim tiz cho'kadi bo'lmasam? U yetimcha o'lib ketadimi ular u yoqda? Ularning o'g'li bo'lmasa-chi kelin olib keladigan. Zdrasте! Zdrasте! O'g'limni shuncha yil o'stirib katta qildim, ana qildim. Ну да, qiz bola o'zi katta bo'ldi-ku, fokus-mokus. Shunda tug'ildi, uni boqmadik, kiydirmadik, nomusini saqlay qilmadik, tarbiya bermadik. O'zi katta bo'lib qoldi-ku, to'g'rimi? Qiz bola ham odammi? U apparatchi-ku, kim qanaqa? O'g'limni bermayman. Sen o'g'lingni berayotganing yo'q, seni o'g'lingga kelin kelyapti. Ya qizg'onib o'tirasan, qo'ltig'ing tagida olib o'tirib.